Yangi 2026-yilgi mavsum ham start olyapti. Tan olish kerakki, o'tgan yilgi mashinalarga qaraganda hozirgi bolidlar juda ham katta o'zgarishlarga ega. Undan tashqari Cadillac 11-jamoa sifatida gridga qo'shilmoqda. Endi bu biz muxlislar uchun qanchalik tarzda juda ham oson va tez adaptatsiya bo'ladi, bilmadim. Endi baribir ham hozirgi 20 ta driver oldiga yana ikkitasi qo'shilmoqda. Perez hamda Bottas. Audi esa Sauber jamoasini to'laqonli sotib olib, ularning o'rniga yangi Formula 1 jamoasi sifatida qo'shilyapti. Endi bilmadim, debyut jamoa uchun har doim birinchi yil o'ta qiyin kechgan va ularni qanchalik darajada plankalarni yopib olishi yoki kerakli natijalarga erishishi shunchaki so'roq ostida. Lekin katta ehtimol bilan debyut mavsum har bir jamoa uchun, xoh u professional, xoh u yangi, xoh u juda ham boshqa sport turlarida kuchli bo'lsin, doimo qiyin bo'lgan. Formula 1 videolarini sabr bilan maza qilib ko'ring. 2026-yil uchun birinchi navbatda bolidlarga e'tibor qaratamiz. Yangi reglament bo'yicha juda ham ko'plab o'zgarishlar bo'ldi. Faqat qoidalarda emas, balki bolidni o'zi ham oldingi yillarga qaraganda yer bilan osmonchalik farq kabi o'zgarib ketdi. Hozirgi reglament bo'yicha mashinalar 20 sm qisqaroq, 10 sm ingichkaroq va 30 kg yengilroq qilib tayyorlandi. Oldingi davrda bolidlar og'irroq bo'lganligi uchun ko'proq yerga bosish kuchini ishlab chiqarishgan, ya'ni downforce, havo qarshiligi kuchi ham anchagina yuqoriroq bo'lgan. Yangi reglament natijasida esa mashinalar ko'proq tezlikka erishdi va slipstreamda anchagina aktivroq performansga ham ega chiqishdi. Faqatgina yengil vazn bo'lganligi tufayli ular burilishlarda biroz tezlikni yo'qotishadi. Ya'ni mashina yengil bo'lganligi uchun burilishlarda katta tezlikda qiynalishi mumkin. Aytganimdek, FIA reglamenti sabab bolid tanasi juda qisqardi. Bu esa to'g'ridan-to'g'ri sovutish tizimiga va aerosiga ham ta'sir qilmasdan qolmadi. Shu sababli ham jamoalar yangi strategiya bo'yicha mashinaning ustki qismlarida odatiydan yirikroq teshiklarni qoldirishga majbur bo'lishdi. Noodatiy yangi ochiq tana qismlarni ham yangi mavsum davomida kuzatishimiz mumkin bo'ladi. FIA mashinalarni kichikroq qilish orqali ularning tezligini yanada oshirmoqchi. Bolidlarning shinalari ham proporsional tarzda old tomonda 25 mm, orqa tomonda 30 mm ga kichraytirildi. Mavsum davomida quruq ob-havo uchun 5 xil shina turi mavjud bo'ladi. C1 eng qattiq shina, C5 eng yumshoq shina. Har bir poyga uchun Pirelli shu 5 tadan 3 tasini tanlaydi. Soft yumshoq, medium o'rtacha, hard qattiq. E'tibor bergan bo'lsangiz, oldingi yillarda barcha jamoalar bir xil disklarni ishlatishardi. Ya'ni standart shina qoplamasi mavjud edi. Bu yildan boshlab har bir jamoa o'zi uchun istalgancha shina qoplamalarini dizaynlashtirishi mumkin bo'ladi. Va nihoyat eng katta o'zgarishlardan biri aerodinamika. 2025-yilgi konsept bilan solishtirib ko'radigan bo'lsak, bu yilgi holati ancha boshqacha shakllangan. Misol uchun, qanotlar butunlay yangi dizayn asosida chizilgan. Old tomonda avvalgi 4 elementli qanot o'rniga torroq 3 elementli qanot ishlatiladi. Mashinaning orqa qismida esa avvalgi davr mashinalarida 2 elementli orqa qanot bo'lgan bo'lsa, 2026-yilda esa yana bir element qo'shildi. Shuning uchun ham u 3 elementli qanot bo'ldi. Ammo 2025-yilda ishlatilgan pastki orqa qanot endi taqiqlandi. Ko'pchilik tushunmagan narsa bu yangi DRS sistemasi. Tepada aytib o'tganimdek, old va orqa qanotlar bekorga o'zgartirilganligi yo'q. Qisqa qilib aytganda, ular yangi DRS sistemasi uchun qaytadan jihozlandi. Oldingi holatda faqat orqa qanot DRS uchun ochiladigan bo'lsa, hozir esa ikkala old va orqa qanot birgalikda aktiv holatda ishlaydi. Mashinalarda bundan buyog'iga 2 xil rejim bo'ladi. Straight mode, to'g'ri yo'lda qanotlar ochiladi va havo qarshiligi kamayadi. Corner mode, qanotlar burilish vaqtlarida yopiladi va iloji boricha maksimal havo qarshiligini paydo qiladi. Bu esa albatta tezroq tormozlanish va burilishlarda imkoniyat yaratib beradi. Eng qizig'i, turli xil qanot shakllarini jamoalar sinab ko'rishdi. Eng ko'zga ko'ringani esa Ferrari bo'ldi. Boshqalarga qaraganda biroz noodatiroq, ularning orqa qanoti mana bunday tarzda ochiladi. Balki shuning uchundir Ferrari jamoasi juda ham ko'plab testlarni amalga oshirdi. Katta ehtimol bilan ularni yangi mavsumning dominantlaridan biri deb hisoblashmoqda. Endi bilmadim. Buni Avstraliya Grand Prixsi ko'rsatib beradi. Aytgancha, Formula 1 Grand Prixlarini o'zbek tilida jonli efirda ko'rmoqchi bo'lsangiz, shaxsan meni o'zim sharhlayman. Pastda opisaniyada Telegram kanali uchun link qoldirdim. O'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, har hafta, har 2 haftada Grand Prixlarni biz o'zbek tilida sharhlab boramiz. Shaxsan o'zim Maktoshi o'zbek tilida. Va umid qilaman
bilamanki, Leclerc hamda Hamilton juftligini bu yil biz podiumda ko'ramiz. Yana bir muhim o'zgarishlardan biri boost va overtake. Hozirgi zamonaviy Formula 1 bolidlari gibrid motorlar bilan jihozlanganligini e'tiborga oladigan bo'lsak, ularda boost mod yangi funksiya sifatida joylashtirilgan. Ya'ni oldindagi mashinaga yaqinlashmoqchi bo'lishgani yoki ularning ortida boshqa bir mashina quvib o'tmoqchi bo'lganida boost mod orqali yaqinlashib olish yoki qochish imkoniyati paydo bo'ladi. Lekin bu funksiya borasida haydovchilar juda ham ehtiyotkorona bo'lishlari kerak. Sababi energiya tugab qolgan vaqtda anchagina sekundlarni boy berib qo'shishlari ham mumkin. Overtake mod esa quvib o'tish vaqtida juda ham asqotadi. An'anaviy tarzda overtake modni faqatgina oradagi farqi 1 soniya bo'lgandagina ishlatish mumkin. Hozircha ko'pchilik tushunmagan va ularni qiziqtirgan eng muhim jihatlar aynan mana shulardan iborat. 26-yilda kim chempion bo'lishini aytish deyarli imkonsiz. Sababi oldin ham aytib o'tganimdek, bu mavsumda juda ham ko'plab narsalar o'zgardi. Misol uchun, qoidalar deyishimiz mumkin yoki bolidlarning o'zi butunlay o'zgarib ketdi va aynan qaysi jamoa bu o'zgarishlardan muvaffaqiyatli o'ta oladi, buni faqat Xudo biladi. Xullas, mavsum boshlanganligidan keyin biz kim chempionlikka yaqin ekanligini bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Lekin baribir ham ko'pchilik Ferraridan umid qilishmoqda. Video yoqgan bo'lsa, like bosing, podpiska bosing. Biz yana ham ko'proq videolar chiqarishda davom etamiz. Haytgancha bizning sponsorimiz bo'lgan Savrga rahmat kattakon. Savr oling va videolarimizni mazax ko'ring.